G'afur G'ulomning Shumbola asari suhbat rejasi. Kirish. Asarning yaratilish tarixi va G'afur G'ulomning bolaligi bilan bog'liq. Asosiy qism. Shumbolaning uyidan ketish sabablari. Qahramon duch kelgan turli ijtimoiy qatlam vakillari. Asardagi yumor va achchiq haqiqat muvozanati. Shumbolaning chaqqonligi va aqliy salohiyati. U shunchaki bezorimi yoki hayot kurashchisi? Asarning maqsadi. Muallif ushbu asar orqali bir necha muhim maqsadlarni ko'zlagan. Tarixiy haqiqatni ko'rsatish. 20-asr boshidagi Turkiston hayoti, qashshoqlik va ijtimoiy adolatsizlikni bolakay nigohi bilan ochib berish. Inson irodasini ulug'lash. Har qanday og'ir vaziyatda ham taslim bo'lmaslik. Hazil mutoyiba bilan qiyinchiliklarni yengish mumkinligini ko'rsatish. Tanqidiy qarash. Jamiyatdagi ayrim illatlarni ochko'zlik, xurofot, loqaydlik, kulgu orqali fosh qilinishi. Asarning mazmuni. Bosh qahramon Shumbolaning o'z uyidan arazlab chiqib ketishi va sarguzashtlari haqida hikoya qiladi. U o'zining beqaror safari davomida turli insonlarga duch keladi. Omonxon bilan do'stlashishi, ya'ni bolalarda beg'uborlik va sadoqat ramzining aks etishi. Safar davomidagi ishlar. U goh qassobga, goh domlaga, goh boyga xizmat qiladi. Har bir joyda o'zining o'tkir tili va ayyorligi bilan vaziyatdan chiqib ketishi. Sarguzashtlari, Sariboyning hovlisidagi voqealar, o'g'rilar to'dasiga qo'shilib qolishi va haqiqiy hayot maktabini o'tishi tasvirlangan. Asar davomida Shumbola faqatgina sho'xlik qilib yurmaydi, balki hayotning past-balandini, insonlar fe'l-atvoridagi murakkablikni o'rganish. Albatta, G'afur G'ulomning Shumbola asaridagi obrazlar shunchaki yaxshi va yomon emas, balki jonli, hayotiy va nihoyatda rang-barang qilib chizilgan. Muallif har bir qahramon orqali o'sha davr jamiyatining ma'lum bir qiyofasini ko'rsatib bergan. Ijobiy obrazlarda. Ijobiy obrazlar asarda insoniylik, beg'uborlik va mehnatkashlik timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Shumbola, ya'ni Qoraboy, asarning markaziy qahramoni. Garchi u shum deb atalsa-da, o'ta aqlli va hayotsevar bor. Uning ijobiy tomoni har qanday og'ir sharoitda ham ruhini tushirmasligi va adolatsizlikka qarshi o'ziga xos hazil va ayyorlik bilan qarashidir. Shumbolaning eng yaqin do'sti. U bolalarcha sadoqat va samimiyat timsoli. Ular Shumbolaga nisbatan oz bo'lsa-da shafqat ko'rsatishadi. Ular xalqning ichidagi haqiqiy sadoqat va mard kishilardir. Salbiy obrazlar asarda ijtimoiy illatlarni, ochko'zlik, xurofot va adolatsizlikni ifodalaydi. Sariboy asardagi eng yorqin salbiy obrazlardan biri. U o'ta baxil, ochko'z, mol-dunyo ortidan qutulgan boy qiyofasida gavdalanadi. Uning uchun inson taqdiridan ko'ra yo'qolgan bir tilla yoki qoziqning qiymati balandroq. O'g'rilar to'dasi, sulton o'g'ri va boshqa bolalar jamiyatning tubida yotib qolgan. O'zlar
timsolidir. Xulosa: Shumbola bu shunchaki kulgili hikoya to'plami emas. Bu asar har qanday zulmatli zamonda ham inson o'zligini, quvnoqligini va yashashga bo'lgan ishtiyoqini saqlab qolish kerakligi haqida xulosa qilib aytganda, Shumbola obrazi o'zbek xalqining barcha qiyinchiliklarini tuyg'u va aql bilan yengib o'tadigan matonatli xarakterini o'zida mujassam etgan. Asardagi obrazlar o'rtasidagi ziddiyat bu shunchaki shaxsiy aralashma